Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bizga yangiliklarimiz yetib keldi. Oqsurublarimizdan ham, ya'ni kafallikni endi bir kishilik qilib alohida nabor qilib qo'yganmiz. Bizda yetkazib berish xizmatimiz bor, bemalol murojaat qilaverasiz. Sen o'ylab gapirsanmi? Ha, nima qildi? Aka, hozir hamma bloger, men ham shu blogerlik qilyapman. Sen savdogarsan, bloger emassan. Bilib o'zing ishing qilsan bo'lmaydimi? Hurmatli kuzatuvchilar, agarda men xizmatlarimdan foydalanadigan bo'lsani, menda chegaralar juda ham ko'p. Ko'rib turibsizlar, ortda turgan hammasini o'zim bilan birgalikda olib boraman. Meni profilim shu. Albatta, g'assol o'zga murojaat qilish esdan chiqmasin. Voy, sen bilsan. Nima aka, hozir hamma bloger, shu blogerlikka qiziqibman. Hurmatli kuzatuvchilar, agarda sizlarning ham yaqinlaringiz shunaqa chiroyli qabrlarni qazib qo'yish kerak bo'lsa, bemalol o'zimga murojaat qilaverasizlar. Voy, sen bilsan. Nima qilibdi? Kontent olibman, o'zi hamma bloger. Sen Go'rkovsan. Bu so'nggi manzil. Ushbu videomiz aynan shu sohadagilar uchun emas. To'g'ri, o'zingiz biznesingizni, savdoyingizni va hunaringizni rivojlantirish uchun videolarni chiqyapsiz. Lekin video qilish kerak ekan deb oshirib o'rmayapsizmi? Bizni birovga bo'lgan husumatimiz, g'ayirligimiz yo'q. Barchaga omad tilaymiz. Hamma narsada me'yor bo'lgani yaxshi. O'zim qanday dard aytaman.